Assalomu alaykum, kanalımda yaxshi munosabat qilsin inshaalloh. Bugun men ashma quymoq qilmoqchi. Shuni sizlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Buning oldi bilan 2 tal tuxum chekima. İki tal tuxumni soldim. Endi men yarım çay istikini şekerim bor. Bunu bir silib, ravusturda aralashtirma. Ondan keyin ko'rganinglardek yani yarım çay istikini yağ, normal sumay. Yarım su istikini su. Bir aralashtirdim. Endi men bununla bir yarım su istikini un aldım. Bir yarım su bardağı un aldım. Bunu asta koyup mayaga xamir oldiga ekilma. Bununla nima yaptım ben? Xamir turishdim, bir tatlı qo'shib xamir turish. Bunu bir aralashtirdim. Şimdi ben unumni asta silib xamir oldiga ekilma. Bir yarım su istakanı un ishlatdim. Ularni yaxshi 16 ga kelima, xamir oldiga. Mana bu holatda xamir yo'ldi. Endi buni men yarım saat atrofida qo'yib qo'yaman. Yarım saat 30 minut. Endi bizning bu xamirimiz 20 minut tinib bo'ldi. Yarım saat yani 30 minut. Mana men endi buni men bek cho'ng qilmayman. Kichikroq qildim. Shuning uchun az kichik kesdim. Shunda bir kesib bir zo'liq. Mushalat uzun-uzun qisqa bir qilib olaman meni. Mana endi buni uzun-uzun tez holatga akilaman. Mana bu shunchalik holati tomliqda bo'ldi. Endi men bu tarafni o'ng'i bir tarafni so'l holatda qilib uyga mana nima deymiz, urga holatga akiraman. Ben sizlarga degandim kichikroq qilaman deb. Anandan keyin men araliqdagi men bo'shliqqa buni kirgizaman. Bu holatda mana men kichikroq bu holatda qilib oldim. Men ikki tarafida keskinim kichik chiqqanlik uchun bu kichik chiqdi mana. Endi bu balkim cho'ng chiqdi. Buni men ikki o'tirni ikki qilaman. Men kichikroq qilganligim uchun o'tirni ikki qilib etdim. Mana shunday qilib yana bu holatda men o'tirga tushga buni o'tkazib oldim. Mana kichikroq qilaman degandim. Yana kichik qildim. Ikkiga ayirdim. Men bir tanesini men cho'ngroq qildim. Şimdi örtüz yapalım. Maşallah. Hemmisini muş holatga qilib olaman. Mana men mush holatda qilib oldim. Men uchi kichik bo'ldi bolam uchun. Mana normal qilib berdim. Endi men buning ustini bir qator maylab üstüne yuvab qo'yma 10 minut.
Meşalette 10 minut üstüne yiyip koyma. Qog'ozda yapsak bo'ldi. Meşalette 10 minut yog'ib qo'ydik. Endi bu arada biz qazonimizga may qo'yib qizitib olamiz yog'ni. Mana bizning qazonimizmi ko'rdinglar qizidi. Endi biz bu tayyorlagan ashma quymoqimizni. Endi qazonimizga ashma quymoqimizni mana solamiz. Mana ashma quymoqimizni qozonga soldim. Ko'rdinglar, shunchalik chiroyli qizardi ashma quymoq. Shunchalik chiroyli qizardi.